Joni aka nima qilganingiz bu? Nima poylayapsiz? Tavba qildim. G'alati turami bu? Men ona bo'lamanmi? Voy! Men ona bo'laman. Joni aka, endi hamisha oldimda yurasiz. Men ko'chada mashina haydaganimda probka, zaybal jonimga tekkan. Endi siz yaxshi mashina minishni o'rgansangiz, oldimda o'zingiz o'tirib haydaysiz, men siz o'rningizda o'tiraman. Siz esa men o'rnimda o'tirasiz. Bo'ladimi? Albatta Asalcham. Yoningda endi men borman. Sen rulda yursang g'alati bo'ladi. Men erkak kishiman, men yuraman. Yoningda qalqoning bo'laman. Tog'day men turganda nima bor senga rulda? O'zim borman-ku. Nima qilsam ekan, ha? Oldirsammikin? Yo, bolajonim, meni kechir. Yo, yana otasi bola katta qilamanmi? Mazza qilib mashinada yuramiz. Restoranga boramizmi? Ovqatlanib kelamiz. Ketdi bo'lmasa Asalcham, hayda. Masa, Asalcham, qachon restoranga boramiz ya? Qayerga restoranga boray jonkam? Steak house ochilgan, o'sha yerga boramiz. Steak yegingiz keldimi jonim? Steak yeyman. Bu dunyoda kechirilmaydigan gunoh o'zi yo'q. Yo'q. Men uni kechiraman. Olib kelaman.